Qiyin qistab. Kommunizmning haqiqiy aqdi bashrasini ichib beradigan Urumchidagi 21 yillik turma hayoti. Qiyin qistab. 5-qism. Elbette komünizm bütün Uyg'urlarga qarshi emas edi. Ular Uyg'urlarning bilimlik musulmonlarga qarshi edi. Ularning chaqirishi bilan Kenet aholisi maydonga bola chaqisi bilan birga yig'ilishdi. Ularning ichida Xitoy kommunistlarining hilim bekalariga aldanmaganlarmi bo'lib, ular nihoyat oz sondagi kishilar edi. Maydonga bizni qo'llarimiz bog'langan holda elib kelishdi. Xitoylik itlarning cho'ngi oldiga chiqib gap qilishga boshladi. Hurmatli yo'ldoshlar, sizlarni bu joyga yig'ishimizning asosiy sababi mana bu ikki vatan xoinidir. Biz sizlarni Ruslarning mustamlikaga uchrab zulmda qolmasliklarinlar uchun qo'g'dayapmiz. Ular bo'lsa sizlarni Ruslarga setibdi dedi. Va bir yanchuqdan xat chiqarib, quloq solinglar. Men sizlarga hozir Komilning yanchuqidan topilgan xatni o'qib beraman dedi. Hurmatli KGB rahbarlari, buyruqlarga binoan dadam bilan men vazifamizni sharaf bilan o'rindab kelyapmiz. Sizlarga mamlakatimizda sodir bo'layotgan cho'ng kichik ishlarni yetkazib turish biz uchun sharaf. Bu vazifani sizlar buyurgan bo'yicha astoydil bajarib kelyapmiz. Sizlarga xizmat qilayotganligimizni hech kimga bildirmadik. Bo'libmi ahmaq kanitdoshlarimizga. Ular bizni sezib qoladigan darajada aqlliqmi emas. Shunga buningda xotirjam bo'linglar dedi. Quloqlarim g'o'ngildab turardi. Aytilayotgan gaplarni anglaydigan holda emas edim. Chunki o'zimni yo'qotib qo'ygan edim. O'zimga kelganimda kanitdikilar bizga tukirib urayotganligini sezdim. Bari ovozim bilan "Bular yolg'on aytayotdi. Bularga ishonmanglar" deb vaqirdim. Lekin bichora nodon xalq bizga emas, ularga ishonadi. Dindorlarga qarshi hilim bekallar mukammal tuzilgan bo'lib, bu umumiy xalq orasida umdonli ta'sir qilayotgan edi. Men bizga til dashnam yoqtirayotgan kishilar to'pig'i bir-birlab qaragan edim. Ko'zimga men yaxshi ko'radigan qizlarmi menga tukirayotganligini ko'rdim. Uning tukirishi menga nihoyat bak og'ir keldi. U qiz oldimizga yaqinlashib, "To'ng'us, vatan xoini" deb chochlarimdan tortdi. Keyin quloqimga pichirladi. "Komil, men bularni majburiy qilyapman. Men sana ishonaman, Komil" dedi. Bu gaplarni qilib go'yo butun dunyoni menga hadiya qilgandek edi. Nihoyat bak suyunib ketdim. Shundan keyin hech qanday og'riq sezmadim. Oldimga kelganlarning hammasi xoin deb urib ketishadi. Atrofimda odamning jiqliqidan dadamni ko'rolmay qolgan edim. Keyin hushimdan ketdim. Bir necha soat o'tib ketibdi. Quyosh botaydigan edi. Ko'zlarim dadamni izlashga boshladi. Dadam mustahkam bog'lanib, bukchaygan holda turardi. Ah, aldanish. Ah, dunyo. Sendinmi dahshatli narsa bormikin? Ular bizning misolimizda xalqni ta'sis etmoqda. Ammo buni xalqqa sezdirmayotgan edi. Hiliqi nasl buzuq kommunist so'z qilib, "Hurmatli yo'ldoshlar, bu vatan xoinlarini nima qilamiz? Sizlar hukm chiqaringlar" dedi. Kanatdagilarning hammasi birla ovozda "Ularni o'ldiringlar. Uyg'ur millatiga xiyonat qilganning jazosi o'limdir" deyishdi. Kuchli chiqayotgan ovozlar orasida has chiqayotgan ovozlar bor edi. Odamlarning ko'zlariga qaradim. Ba'zilarning ko'zlariga yosh to'lgan edi. Buningdan bakli suyundim. Demak, ularga ishonmaydiganlarning soni men o'ylagandan ko'p ekan. Dadamni bog'langan o'rnidan tushdim. Tur o'rnaldim. Mavzuding uchun egil. Ma'naviy salomingni ber. Bir ozdan keyin o'lasan deyishdi. Dadam avval menga qaradi. Ondan kanatdoshlarimizga, keyin unlik ovozda "O'lsam Allohdan boshqasiga egilmayman" dedi. Qahramon dadam.
Canım dadam. Allah sizden razı olsun. Men bu bar ovozim bilan. Dada, hergiz egilmang. Men siz bilan dada, dedim. Dadam bana qarab, "Ensirme oğlum. 40 yil ma'nosini bilib Allohga sayda qilgan bosh 40 yildan keyin qulga sayda qilmaydi," dedi. Ondan kanatdoshlarimizga qaradi. "Sizlarga deydigan gapim, Allohdan boshqasiga sig'inayotgan ilohinglarning qulidan yana o'z ilohinglarning quliga tushsizlar. Allohdan boshqani iloh qilib olganlar ömür bo'yi qullarning ilohligiga bo'yin egib o'tidi. Ularga mana shundoq oldinadi. Hatto sizlarning yuzinglarga tükürüşdən hazır qiliman. Oxiratda sizlarning holinglarni ko'raman inshaalloh. U yerga berish uchun vaqt tehi ko'p deb o'ylamanglar. Sizlar qocholmaydigan joy abadiy olamdir." Keyin bar ovozi bilan takbir aytishga boshladi. "Allohu akbar! Allohu akbar!" Dadamning gaplaridan xalqqa ta'sir qilib solmasligi uchun dadamni jiq gap qildirdi. Ko'zlarini ham tangmasdan o'dulumdagi yog'och to'riga bog'ladi. "Ko'zlari ochiq qolsin. O'zlariga kelayotgan o'qni ko'rib rahatlansin," deyishdi. Qo'lida quroli bor ikki hayvon dadamdan 10 metrlarcha uzoqda o'q etishga tayyor turadi. Dadam menga qaradi. Men bo'lsam dadamga qaradim. Dadamning menga qarab kulib vaqirayotganligini anglab qoldim. "Kamil, o'g'lim, Allohga topshirdim seni. Oxiratda uchrashimiz. Men uchun hargiz ko'nglingni yerim qilma. Balam, sening haqqi qaytqining oldida bu o'lim hech narsa emas," dedi. Tuyuqsiz ot degan vahshiy ovozdan seskinib ketdi. Dadam bog'langan o'rniga yiqilgan edi. Azroq bo'lsa yengillashdi. Dadamning o'limiga ko'nglim yerim bo'ldi. Bularning qiynashlarini bilganim uchun dadamning o'limiga bakmi suyundim. "Allah sizni o'z rahmatiga olsin dada. İnşallah cennette sizden oldingizga borsam, sizni bir dasta gul bilan muboraklab so'yaman. Bu dunyoda sizga deyolmagan so'zlarimni shu joyda deb beraman dada." Dadamning jasadini shu joyda qoldirib, meni onam selingan mashinaning orqasiga bog'lashdi. Meni butun kanat ichida mashina bilan u yoqdan bu yoqqa so'raldirib sazoyi qilishdi. Nəhayət qattiq ağrıyotgan bolsunmu, anam ovozimni anglamasin deb vaqirayolmaydim. Qon ichida qolgan edim. Bu holimni ko'rgan ba'zi kanatdagilar "O'lib ket, iflos, jasus" deb vaqirishadi. "Yaramas Kamil, endi aqlan kelib qoladi" deyishadi. Kanatdagilar aldangan edi. Buni yaxshi tushunardim. Ammo jasus emasligimni Xitoylik mana bu ishlar bilishidi. Bular nima deb o'ylashyotgandir? Keyin shu qilgan ishlarga pushaymon qilarman. Inqilob tugagandan keyin aqllarini ishlatishib, biz nima qilib qo'ydik deb o'ylasharmi? Mashinaning orqasiga meni bog'lab, xili uzun so'rashdi. Menayotgan yo'limiz yangi yasalgan yo'l edi. Meni shu yo'lda so'rashdi. O'zimni xilida yo'qitib qo'ygan edim. Qo'llarim harakatsiz holga keldi. Mashina to'xtaganda havo qaraygan edi. Mashinaning orqasida o'lik kabi suzilib qolgan edim. Oyoq tevishlarini anglaydim. Lekin ko'zlarimni ochib qarashga majolim qolmagan edi. Mashinaning ichidanmi ovoz kelmayotdi. Onamning ahvoli qandaqdir hozir? Agar bir necha soatdan beri o'g'li o'zi o'ltirgan mashinaning orqasida suyurilib kelayotganini bilsa, cho'qim hushini yo'qotib qo'ydi. Eng oxirida shularni o'ylaganimni eslayman. Ko'zlarimni ochganimda bir quduqning ichida bo'lsam kerak deb o'yladim. Qop-qorong'u edi. Qo'limni qayoqqa uzatsam, barmoqlarim tomog'a tegadi. Bir uyning ichida ekanman. Oradan bir hafta o'tibdi. Men buni saqchi Chuyidan bildim. To'g'risini deganda bakla hayron qolarlik.
Bir haftaga yaqin hech narsa yemabdiman, ichmabdiman, uyg'onmabdiman va hech nimani his qilmabdiman. Beshimni tasta ko'tardim. Qayerda ekanligimni bilish uchun birinchi qilgan ishim suv so'rash bo'ldi. Bana yaxshi munosabatli bo'lgan saqchi Chuyi bir qachida suv elib keldi. Qarong'ida kamirning ijilgan tushkini aran ko'rdim. Suvni elib tezdan ichdim. Ya Allah, men ichgan narsa nima edi? Acaba bana suyni ichkizishganmidi? Bu savolning javobini hech qachon topa olmadim. Tamoq yeyish xiyolimga kelsa, ishtihoyim bo'g'iladi. Keyin qursug'im och dedim. Ko'zimga ko'rinmaydigan tamoq akeldi. Ta'mi qandoq ekanligini esleyolmayman. Lekin non deyilgan narsani qo'limga olganimda bu sapal parchasi bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Keyin uning non ekanligini bildim. Bu kamarda meni saqchi Chuyidan boshqa hech kim so'ramaydi. Ne sud, ne hakimiyet, ne advokat, ne hakim. 2 ay o'zimga kelolmadim. 2 ay o'tgandan keyin kamarda o'ylashga boshladim. Tushunishlik. Meni bu yerdan chiqarishmaydi. Saqchi Chuyimi shundoq degan edi. Bu Xitoy iskanjisining birinchi darajali ko'rinishi bo'lib, asosiy g'oyalari odamni shundoq qilib aqlidan ozdirish ekan. Az hushimni yig'dim. Meni aqlimdan ozdirishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Aqlimni muhofazat qildim va o'zimga bir qoida tuzdim. Keyin aqlim joyidami yo'q, shuni o'ylashga boshladim. Acaba aqlim joyidami? O'zimga o'zim gap qilar edim. Aqldan ozgan bo'lishi mumkinmi? O'ltirib, aqlimni tekshirishga boshladim. Mening ismim nima edi? Kamal. Dadamning ismi Tursun. Onamning ismi Nisa. Bu 2 aydan keyin onam va dadamni xiyolimga keltirishim edi. Hammadan keyin xiyolimga Turg'un keldi. Bedenimning hamma joyi titrab ketganligini his qildim. Men Turg'unni 2 ay davomida qat'iy esleyolmagan edim. Keyin bo'lib o'tgan ishlarni birma-bir eslashga boshladim. Onamni, dadamni, tartgan azoblarimizni hech tushunolmas edim. Bu yerda o'zimga azob beradigan biror narsani eslamasligim kerak edi. O'zimni shunga majburladim. Meni qiynaydigan har qanday narsalarni o'ylamasligim kerak. Lekin nima qilsam, Turg'unni xiyolimdan chiqara olmas edim. Bu dunyoda meni qiziqtiradigan yagona narsa. Men uning bilan uchrashimmi yo'qmi? Yüzümge qaysi yüzü bilen qarab. Dadamni o'ltirganini, onam bilan achamning beshiga tushganlarini bilsam, nima qilarkin? Ah, kashki shularni bilsam edim. Aqlim, fikrim mana shu nuqtaga kelganda to'xtab qolar edi. Bir necha kun o'tib Kamilning ishga echildi. 2 kishi kirdi. Bu paskashlarning biri Uyg'ur ekan. 2 ay ichidagi qiynalgan paytlarda nima his qilganligimni bilish uchun meni tekshirishga kelishgan ekan. Qog'ozga aqli hushi joyida ekanligini yozishdi. Uyg'urdan so'radim. Hayotingdan mamnunmisan? Albatta, siz kabi dindorlarni so'roq qilish bizning vazifamizdir, dedi. Kamir eshikni yopayotganda uning yuziga tukirib vaqiradi. İptilas. Saqchi Chuyining bundan qattiq ochiq keldi. Bana qara, yana shundoq qiladigan bo'lsang, seni boshqa kamirga tashlaydi. Men hozir seni toza urishim kerak edi. Lekin men sana unda qilmayman. Endi bundaq ishni qilib solma. Shuni unutma. Mendan yaxshisiga hargiz yo'liqmaysan, dedi. Ertasi kuni jallod sifat qo'lida tayiqi bor 2 hayvon kameraga kirdi. Ünlük ovoz bilan "Bölgünce casus, tur o'rnidan" deb vaqirdi. Amaliyotmi yotqinim yo'q. O'ra holatdaman, dedim. Qani gap qil. Fikrlaringda biror o'zgarish bo'ldimi? dedi. Qaysi fikrlarimda? Boshqa savol so'ramasdan
qo'lidagi tayoq badanimga, beshimga, yuzimga, qaysi yerim to'g'ri kelsa, shu yerimga tegishga boshladi. Sen bölgünçe bizni ahmoq qilmoqchimisan? Qandoq fikrda ekanligingni bilmay qoldikmi biz? Gap qil, fikringda o'zgarish bormi? Mening fikrim buzuq emas. Men vatanimga, millatimga xiyonat qilmadim. U darajada pastkash emasman. Hamsi nemishqa bu yerga keldim? Bu yerda ekanligimni qandoq tushundirar edim? Bu yerga elib kelinganlarning albatta biror aybi bo'lishi shart emasligini, onunğa jinoyatchi muomalasini qilish uchun dindor bo'lishning o'zi kifoya qilinishini bu ovozda pichirladi. Birinchisi, biz nima uchun otamizdan nafratlandik deb so'roqnim uchun. Ikkinchisi, Allah haqida o'ylaganim uchun. Bor aybim shu. Gapim tugamasdan meni qattiq urib, ondan ular chiqib ketdi.